Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa azizlar, hafta kuniga chorshanba 29-iyul Qo'qon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Sparklardan syomka qilganmiz. Mexanika, avtomat, yili yangi, eski har xil ranglaridan bor. Video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishni, kanalimizda mehmonlar, albatta ushbu kanalimizga ham obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Xudo xohlasa yangi videolarimizni kunda shu kanalga ham qo'yib boramiz. Qanaqa avtomobil kerak bo'lsa kommentariy yili bilan nomni yozib qoldiringlar. Xo'p, bugungi video roligimiz 2020 dan boshlayapmiz. Oqidan 174 ming kilometr bosib o'tgan. 4-pokoleniya propan qo'yilgan ekan, ABS konditsionerlari bor. Motor ходовой korobkasi yaxshimi? Chotki. Yumshoq balon. Har xillaridan syomka qildik qo'ldan kelgancha. Akkumulyatorlari yangi, rol qo'yilgan, deflektor, aquaprint qilingan ekan mashina. Ichki holatlari yaxshi yurgani bitta ko'rsatib beraman o'zim. 174 ming kilometr bosib o'tibdi. Mana. Gazi tabletga propan ekan-a? 2020 174 ming yurgan mexanika. Kraskasi qayerda aka? Kraskasi orqa eshik kraska, kapot uchta petno, eshikda oldi ichida petno. Ikkita petno, bitta detal to'liq sepilgan. Ikkita kraska, bitta petno. Narxini aytib qo'yaylik aka. 6,5 mingdan o'tib beramiz ozgina. Generalni chiqadimi? Generalni chiqadi o'zim nomimda. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? Yo'q, hali savdo qilganmiz. Faqat naqd pulmi yoki nasiyaga ham berasizmi? Yo'q, naqdga beramiz. Mabodo barter bo'lsa-chi mashina? Barterga gaplashamiz. Nomeringiz? 91 150 150 26 36 raqamiga murojaat qilasizlar. 6,5 ming dollar kami bor ekan. 2020 174 ming yurgan, bitta detal to'liq kraska sepilgan, ikkita petnosi bor. Davom etaveramiz. 2013 navbatdagi Sparkimiz mexanikami? Mexanika, ikkinchi paysa. Ikkinchi paysada mexanika, katta motordan, konditsionerlari bor, metan gazi bor. Qancha yurdi bu aka? 200 ming. 200 ming yurgan 2013. Qancha? 200 ming. 200 mingdan 500 o'tdi. Barlar qo'yib qo'yilgan ekan, chiroyli qilib. Yurganini o'zingizlar bitta ko'rib olinglar. 200 mingdan ozgina o'tibdi yurgani. Zapas balonlari hali tushmagan ekan. 2013. Mana katta motorda yurgani ozrog'ini so'raganlarga, albatta yiliga nisbatan yurgani oz, yaxshi. Metanlari bor. 2013 ikkinchi pozitsiyada 200 ming yurgan. Kraskasi qayerda aka? Oldi qanotda petno bor eshikda. Oldi qanot to'liq, plus eshikda petno. Nech pul qo'yaylik aka, narxini yaqinroq qilib? 4400 ming. 4400 dollar. Kami bormi bo'lishimi? Ozmoz o'tib beriladi. Ozmoz o'tib beriladi. Nomiga o'tkazib olish sharti bilan. Xo'p, faqat naqd sotamizmi? Bo'l, telefon nomeringiz? 91 155 155 99 07. 9907 raqamiga murojaat qilasizlar. 2013 200 ming yurgan mashina. 2020 navbatdagi Sparkimiz, mexanika korobka. Yurgani qancha bo'ldi buni aka? 140 ming yurgan 2020. ABS bor, konditsioner, metan gazlari bor. Xo'p, motor ходовой korobkalari? Hamma yo'g'i zo'r. Salon holatlari yaxshi. Metanlari bor. 2020 140 ming yurgan. Ikkinchi pozitsiyada mexanika korobka. Kraskasi qayerda aka? Toza 100%. Petnosi ham yo'qmi? Narxi nech pul qo'yildi yaqinroq qilib aka? 7100 dan o'tib beramiz. 7100 dan kelishtirib beriladi. Generalni chiqadimi? Generalni bo'laveradi. Xo'p, savdo qilmadingizmi hali aka? Yo'q, hali ertada hech kim. Bo'ldi. Faqat naqd sotamiz deyapsiz-a? Naqdga kirdik, sotaveramiz. Mashinasi bo'lsa bartergachi? Barter ham qo'yaveramiz. Xolos nasiya savdo yo'q. Endi nasiya savdoga nasiya misol uchun endi qanchadan beri qanchadan bir oyda shunaqa qilib Qisqa muddatga yetmay qolgan summasi. Qisqa muddatga qo'yaveramiz. Bo'ldi, telefon raqamingiz? 91 675 675 96 56 96 raqamlariga murojaat qilasizlar azizlar. Avtomat korobka Spark so'raganlarga 2015 navbatdagi Sparkimiz. Xo'p, yurgani qancha buni? 160 ming yurgan, ABS bor, konditsionerlari, metan gazlari bor. Motor ходовой korobkasi? Zo'r, baloni yaxshi ekan-a?
Yangi salon holatlari. Xo'p, bar qo'yilgan, rul qo'yilgan, monitor, chexol taqilgan, kovri tashalgan, deflektor. Avtomat korobka. Metanlari bor. Keyin o't kolonkalar qo'yilgan ekan. 2015 avtomat korobka 160 ming yurgan. Kraskasi qayerda buni aka? Mana shu ikkita eshikda shilib olganiga sepildi. Ikkita detal to'liq sepilgan. Ichiga o'tmaganmi? Yo'q. Nech pul narx aka? 5,5 mingdan ozgina o'tdi. 5,5 ming ozgina kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? Bermaganimiz bo'ldi, 51 ga bermadi. 5100 ga berilmadi. Hujjati nima bo'ladi? Hujjati hammasi chiqadi. Xohlagan hujjatni qilib beraverasiz. Nasiyaga sotmaysizmi? Yo'q, yo'q. Faqat naqd pulini. Bo'ldi. 2015 160 ming yurgan azizlar. Ikkita detalli kraskasi bor. Avtomat korobka 5100 ga berilmabdi. Generalniy bo'lar ekan. Telefon nomeringiz 95 95 095 095 64 64 raqamlariga aloqaga chiqasizlar azizlar. 2018 navbatdagi Sparkimiz ikkinchi pozitsiyada mexanika korobka, metan gazlar qo'yilgan. Yurgani qancha buni? Buniki yurgani 230 ming. 230 ming yurgan 2018 mexanika korobka. Salon holatlarini ko'ringlar. Monitor qo'yilgan, chexollari yaxshi. Metan gazlari bor. 230 ming yurgan 2018 kraskasi qayerda aka? Oldi kiloda kraskasi bor. Mana oldi kiloda. Keyin ikkita petnosi bor, kichkina. Bitta detal to'liq plus ikkita petno. Nech pul qo'yaylik bunisini aka? Buni 6100 dan 6100 dan o'tib berasiz. Savdo qilmadingiz bunga? Ha, bu ham hali Generalniy beriladi. hangim bo'laveradi? Mashinaga barter bor. Telefon raqamingiz 91lik 91 675 675 96 56. 96 56 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2015 navbatdagi Sparkimiz Stalnoy svetidan azizlar. Ikkinchi pozitsiyada mexanika korobka. Qo'yaverasiz aka. ABS bor, konditsioneri bor, metan gaz qo'yilgan. 2015 qancha yurdi aka? Qancha edi? 358. 358 ming kilometr bosib o'tgan. Ikkita petnosi bor xolos. Xo'p, salon holatlari mana. Xo'p, yaxshi chexollari tayyor. Video registrator qo'yilgan. Metana bu? Metan benzin aka. 2015 358 ming yurgan kraskasi ikkita petno. Narxi nech pul aka? 4600 dan o'tib beramiz. 4600 dan ozgina o'tib beriladi. Gen chiqaverami, chiqmaydimi? Bor gena. Generalniy chiqaveradi. Nasiyaga bermaysizmi? Nasiyaga sotmaysizlarmi? Yo'q, narsaga beramiz. Faqat naqd pul. Faqat naqd. Mabodo mashina bo'lsa-chi barterga. O'ylaveramiz, Olib qo'yaverasiz. Xo'p, telefon raqamingiz aka? 90lik 306 306 50 50 50 52. 50. Ha, ikkita 50 mi? 50 raqamiga murojaat qilasizlar. 2020 navbatdagi Vodiy bozor aka. 2020 navbatdagi Sparkimiz 4-pokoleniya propanlari bilan ABS konditsionerlari bor. 2020 qancha yurdi aka? 120 ming yurgan, yumshoq baloni bor. Buni saloniga e'tibor berib qo'yasizlar mana. Akvaprintlar qilingan. Monitor qo'yilgan, chexol taqilgan. Xo'p. Ruxsatnomasi bormi, tugadimi aka? 2 oyga tonirovka ruxsatnomalari bor ekan. Gazi tabletka propan ekan, 2020 120 ming yurgan. Mexanika kraskasi qayerda? Kichkinacha mana shu yerda. Aha. Mana shu yerda. Kichkina petnos. Ikkita petnosi bor xolos. Narxi nech pul aka buni? 6800 so'rayapman, 6200 berishdi aka. 6800 narx so'rayapsiz. 6200 berishdi. Generalniy chiqadimi? Ha, bo'ladi. Xo'p, nasiyaga bermaysizmi? Yo'q, Faqat naqd pulmi? Barterchi? Barterga ham telefon. Barterga kelishiladi. Nomeringiz 91lik 91 324 324 2026. 2026. Aloqaga chiqaverasizlar. 2020 120 ming yurgan ikkita petnosi bor ekan, $6200 ga berilmadi. Qo'shganga berilar ekan, xudo xolasa.
Xo'p, azizlar, navbatdagi Sparkimiz yili balandini so'raganlarga 2022-23 mexanika korobka oxirgi chiqqanlardan qop-qora rangidan. 4-pokoleniya propan gaz qo'yilgan ekan, ABS'lari bor, konditsioner, o'rindiqlar isiydi. Mexanikani eng full pozitsiyasi. Eng full elegant aka. Mana shu yerda kichkinagina petnochasi bor. Xolosmi? 22-23 ekan. Yurgani qancha bo'ldi? 79 ming. 79 ming kilometr bosib o'tibdi. Mexanika korobka. Gazi tabletkalimi aka? Propan aka, pokoleniya. Shu zapas balonda o'rindami yoki? Tabletga gaz ekan, mana plus endi bagaji ham bor bunda. 78 ming yurgan dedingiz. 79 ming. 79 ming yurgan 2022-23 bitta petno tushgan ekan mashinaga. Elegant, ya'ni mexanikaning eng full pozitsiyasi. Plus mana faktorunilari ham bor. Nech pul qo'yaylik aka? Yaqinroq qo'ying. 2,5 mingdan tushib berib 7300 larga berib yuboramiz aka. 7300 larga hisob chiqaveradi. Generalni chiqadimi chiqmaydi? Generalnisi bor aka. Kelligini bor. Mashina bo'lsa kelishib olib qo'laveraman deyapsiz, Bo'laveradi. yoki naqd pul? Naqd pul yoki kelishib boshlansa kelishaveramiz. Nomeringiz? 307 90li. 90li. O'zimga beraverim. 90li 306 306 50 50 raqamiga murojaat qilasizlar. 2014 navbatdagi Sparkimiz Salatvi rangidan bu. 2014 qancha yurdi aka? 260 ming yurgan ekan. Konditsioner yo'q variant ekan, birinchi pozitsiyada. Bu bir oynasi elektronik qo'yilgan ekan. Bitta konditsioner endi jazosi agar mashina yoqib qolsa, bu mashina ham endi hali rangi boshqacha xolos-da, lekin xizmati yaxshi Spark. Shaxsan o'zim Sparkni bemalol tavsiya qilaveraman. Juda ko'p ishlarimizni bitirgan, juda ko'p haydaganmiz, metanlari bor. 260 ming yurgan dedingizmi? Kraskasi qayerda aka? Sizlar yo'qotib yuribdi. Mani mashinalar O'taman aka. Abzor turardi. Qanchamasmi aka? Xonadon. Kraskasi. Kraskasi bir 15% bor. 15% bor. Ha aka. Nech pul qo'yaylik aka? Buni ham yaqin. 4300 dan tushib beramiz. 4300 1000 puli borga bangam qiladi. Xo'p, generalni chiqar. Liboy hujjati bo'ladi. Nomeringiz? 99 li Hop. 655 46 14. Yana bitta. 90 li 586 88 38. Aloqaga chiqaverasizlar. 2011 navbatdagi Sparkimiz Stalno svetidan. Ikkinchi pozitsiyada mexanika korobka. Konditsioneri bor, kichkina motordan bo'ladi bular. Gazi yo'qmi aka? Gazi faqat benzinda. Faqat benzinda. Qancha yurgan? 350 ming yurgan. Diskalarni ko'ringlar buni. 350 ming yurgan 2011. Shumkasi yo'q ekan, salon holatlari. Ikkinchi pozitsiyada monitor qo'yilgan, Mers rul, deflektor, chexolni yaxshilardan taqib qo'yishibdi. 2012 gacha orqasi shu yerdan ochiladi, bilasizlar. Gaz umuman qo'yilmagan ekan. Nima desak? Salonlari Mers qilingan. Yurgani 350 ming dedingizmi? 350 ming yurgan 2011 ikkinchi pozitsiya. Konditsionerlar ishladimi aka? Hamma ham ishlaydi. Kraskasi qayerda? Kraskasi Millodan hozir. Aha. Shu yerda ozgina ketdi. Xolosmi? Narxi nech pul qo'yaylik aka? 5 ming qo'yamiz. 5000 dollar. Hozir o'tib beradigan joyi. Ozmoz o'tib beradigan joyi bor. Xo'p, savdo qilmadingizmi hali aka? Yo'q, endi olib keldim. Gen chiqam chiqmaydimi? Chiqadi. Chiqaveradi. Telefon nomeringiz? 50 50 588 588 8304 raqamiga murojaat qilasizlar. Diskasi originalmi? Original. Xo'p, aloqaga chiqaverasizlar. 2011